Tez sur'atda turli qalinlikdagi xamirni bosib chiqarib, chuchvara tayyorlay olasiz. Qimmatli vaqtingizni sarf qilmaysiz. Foydalanish oddiy, taom pishirishni bilmasangiz ham qog'ozdek yupqa xamir chiqara olasiz. 10 daqiqa ichida turli qalinlikdagi xamirni bosib chiqarish mumkin. Endi taom pishirish siz uchun qiyinlik tug'dirmaydi. Nimaligiga qiziqyapsizmi? Unday bo'lsa, diqqatingiz bizda bo'lsin. Taqdim etayotgan mahsulotimiz bu oshxonangiz uchun kerakli bo'lgan, darajasi oshirilgan xamir yoyish va tugish iqtidori birlashtirilgan, qulay bo'lgan xamir yoyish qurilmasidir. Ha, aynan mana shu ajoyib qurilma. Ushbu qurilmaning iqtidori oshirildi. Endi qo'l va belingizni og'ritmaydi. Tez sur'atda xamir yoya oladigan, ham tuga oladigan bo'ldingiz. Ushbu qurilma qulaylik beradi, ham ixcham, yengil. O'rnini xohlagan joyga almashtirishingiz mumkin. Materialiga oziq-ovqat darajasidagi zanglamaydigan po'lat ishlatilgan bo'lib, chidamli ham sifatli, ko'p joy egallamaydi. Tokka ulash hojatsiz. Faqatgina qurilmani to'g'ri o'ringa muqim o'rnatib, qurilmaning tutqichini aylantirsangiz, o'zingiz xohlagan qalinlikdagi xamirga erishishingiz mumkin. Foydalanish oson. Mana qarang, bu xamir yoyish o'rni. Mana bu joyga xamir tugish uskunasini o'rnatsak bo'lgani. Chiqarib olib, yana qayta o'rnatish oson. Erkak ayollar birdek foydalanishi mumkin. Bu joyda esa xamirning qalinligini sozlash mumkin. 9 xil shakldagi rejimi mavjud. E'tibor bering, qanchalik oz vaqt ichida chuchvarani tugib chiqarib berdi. Haqiqatdan ham vaqtimiz ancha tejalar ekan. Iqtidori oshirilgan ajoyib xamir yoyish qurilmasidan foydalanish yanada oson. Har qanday yoshdagi insonlar bemalol ishlata oladi. Qulay, joy egallamaydi, zanglamaydi. O'rnini almashtirish ham qulay. Mehribon onalarimizga sovg'a sifatida berib, mehrimizni yetkazaylik. Bu ajoyib sovg'a bo'la oladi. Atigi 199 ming so'm. Turmush o'rtog'ingizga sovg'a qilsangiz, sizga har kuni mazali lag'mon, italyancha pasta, chuchvara va boshqa taomlarni tayyorlab beradi. Atigi 199 ming so'm. Ushbu mahsulotga qiziqyapsizmi? Unday bo'lsa shoshiling. Soni cheklangan. Yana nimani kutyapsiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.